Yetib qo'yay, yo'laman, do'ppola bittani qo'limga tushgan. Faridan temasiga keladigan bo'lsa, buni mama ro'zaligini men sizlarga aytib o'tganman. Mabodo bundan sizlarga ish bor deb taklif bo'lib qolsa, absolyutno bundan uzoq yuringlar. Bu juda ham opasniy ayol. Buni sababini tushuntirib beraman. Mana bu videoda ko'rib turgan joylar Manyo deb atalar ekan, o'zbekchasiga yalmog'iz. Ya'ni mana shu tochkani Farida ochgan. Sizlarga Instagram orqali mana shu joyda bir soat prosta erkaklarga bu narsa ichirib o'yin kulgi qilib o'tirganingga 50 won to'layman deb turib taklif beradi. Sizlar bunga qiziqib turib kelasizlar, ishlaysizlar. Lekin konsa konsov epito, ya'ni ikkinchi etajga chiqib erkaklar bilan pastelda bo'lishinglarga to'g'ri keladi. Sababi sizlar erkaklar bilan jinsiy aloqa qilganinglarda hisobiga bu 250 won olib turib, sizlarga 180 won to'laydi, o'ziga 70 won olib qolar ekan. Endi yo'q, men erkaklar bilan yotmayman degan taqdiringlarda ham sizlarga dori ichirib, viski nimadir ichirib, pastelda yotishinglarga majbur qiladi. Endi agar yo men professional fohishaman, menga farqi yo'q, pulini to'lasa ishlab yuraveraman degan taqdiringlarda ham mabodo ketaman degan gapni ishlatib qoladigan bo'lsanglar, videoyini olganman internetga chiqarib sharmanda qilaman deb turib sizlarni shantaj qilish yo'liga o'tadi. Agar men sharmanda bo'lishdan qo'rqmayman degan taqdiringlarda ham politsiyadagi tanishlarimga aytib, seni Koreyadan deport qildirib olaman deydi. Ya'ni в любом случае sizlar buni qo'lda ishlaydigan bo'lsanglar, yo Koreyadan deport bo'lib ketasizlar, yo просто sharmanda bo'lasizlar. Shuning uchun bundan обязательно absolutno uzoq yuringlar. Endi Koreyada yurgan aka-ukalarga iltimos qilib qolardim. Mana shu videoda ko'rib turgan Manyo degan joyda ustidan zaявление yozib berishinglardi. Sababi Farida bu yerda dokumentalni qilib turib ochgan, lekin ichida bo'layotgan ishlar noqonuniy yo'l bilan qizlarni majburlab fohishalik yo'li bilan ishlatib keladi. Buni faoliyatiga tochka qo'yishimiz shart. Koreyada qizlarni yo'ldan urgan mama